Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimizda asfaltlarni bosish jarayonidamiz. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida bo'ldi. Mana shunday avval oddiy katoy, undan keyin vibratorli katoy bilan bosib beramiz. Narxi qanaqa bo'lyapti deganlarga narxlar bilan xudo xolasa tushuntirib beraman. Xuddi mana shunday zaspga qilingandan keyin ustidan ozgina suv sepiladi va mana shunday vibratorli vibratorimiz bilan chiroyli qilib ularni trambovka qilib olamiz. Nimaga desalaring, trambovka qilinganini hisobiga, misol uchun tayyor qatganini hisobiga asfalt ustiga mashina chiqqanda yoki uncha yuk tushganda ezilishlar, cho'kishlar bo'lmaydi. Agar qancha zaspingiz yaxshi qatgan bo'lsa, xudo xolasa asfalt umri shuncha uzoq bo'ladi. Xuddi mana shunday Farg'onani birinchi sort mayn asfaltini olib kelib, uylarni chiroyli qilib trambovkalarni qilib beramiz. Xuddi mana shunday avval oddiy katoy bilan, undan keyin mana shu ko'rib turgan vibrakatoylaring bilan chiroyli qilib asfalt ustidan ham bosib beramiz. Holatini ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxning ichida barcha xizmatlar xudo xolasa mana shu ko'rib turgan barcha xizmatlar ham bo'ladi. Asfaltni olib kelish, asfalt o'zining narxi, usta xizmati, misol uchun 5-6 sm zaspga qilib uklon chiqaradigan bo'lsak, bu uklon chiqarish xizmatlari ham hammasi ichida bo'ladi xudo xolasa. Chiroyli qilib xizmatlarni xuddi mana shunday sifatli 1 yil kafolatli qilib xudo xolasa Farg'onani mayn asfaltini olib kelib ishlarini bitirib beramiz. Ekranda nomer qoldirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqsalaring narxlarni yana ham chiroyli qilib beramiz xudo xolasa. Endi narxiga kelsak, joyga qarab 62 ming so'mdan 75 ming so'mgacha bo'lyapti vodiy bo'yicha xudo xolasa. Telefon qilsalaring yana ham joyida manzilga qarab kelishiladi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bizni yo'qotib qo'ymaysiz.